Konsert odatdagicha. Navbatdagi nomerimizda kelganlaringga rahmat o'rtoqlar bilan tamom bo'ldi. Nomi chiqqan ashulachi san'atkordan boshqa hamma xursand bo'lib tarqaldi. San'atkor tajang edi. Tanaffus vaqtida zalga chiqqan edi. Bir traktorchi uni savodsizlikda aybladi. Traktorchi tanqid qilganiga san'atkor asta chiday olmas edi. Traktor qayoqda-yu, masalan, Chorzarb qayoqda? Traktorchi qayoqda-yu, ashulachi qayoqda? San'atkor uyiga ketayotganda izvoshga o'tirganida yana taqib ketdi. Hech bo'lmasa aytadigan ashulangni o'rgan, so'zlarni to'g'ri ayt emish. Nimasini bilmayman, nimasi to'g'ri emas. Meni shu vaqtgacha muxbirlar, yozuvchilar ham tanqid qilgan emas. Formalizm, naturalizmlardan o'tdim. Hech kim atvod bergani yo'q. Atvod berish qayoqda? Hech kim meni og'ziga ham olmadi. Endi bir traktorchi tanqid qilar emish. San'atkor izvoshchini hayron qoldirib, o'zidan o'zi g'o'ldirab borar edi. Uyda xizmatchi ovqat qilib qo'ygan ekan. San'atkorning tomog'idan hech narsa o'tmadi. 2 piyola choy ichdi xolos. Unga turib nasha qilar edi. Ashulani mexaylistik aytar emishman. Tovushim yomon bo'lsa nega plastinkaga oldi? Tanqid deganiga endi bu kishining ham tanqid qilg'ulari kelibdi. Amali traktorchi. Obbo, o'qishga bordingizmi? Dedi xizmatchiga qovog'ini solib. Bordim. Xizmatchi 2 haftadan beri savod maktabida o'qir edi. Xizmatchisi savod maktabida o'qiyotgan bir kishini traktorchi savodsiz desa alam qilmaydimi? Dedi san'atkor o'zicha bo'g'ilib. Labingdan bo'lsa olsan ey shakarlab deganim u kishiga yoqmabdi. Bo'lsa emas, bo'lsa emish. O'zi bilmaydi-yu, menga o'rgatganiga kuyaman. Senga o'xshagan savodsizlar bo'lsa bo'lmasa deydi. Artist kulturniy odam. Gapni adabiy qilib aytadi. Bo'lsa, bo'lmasa deydi. Pojarni gugurtni yerga tashlamang dedi. Rejissyorimiz esa gugurtning yerga tashamang dedi. Qanday chiroylik. Pojarningmi? Shoshma. Nima uchun pojarning? Pojarning albatta. Rejissyorimiz juda kulturniy odam. Odam degan mana shunday bo'lsa, urushsa ham xafa bo'lmaydi kishi. 2 gapning birida ta'bir joiz ko'rilsa deb turadi. Bu traktorchi menga shuncha dashnom berib, ko'ngil uchun bir marta ta'bir joiz ko'rilsa demadi. Xizmatchi daftar qalam keltirib, san'atkorning oldiga qo'ydi. J'ning kattasi qanday yozilar edi? Domlamiz bir kuni ko'rsatgan edi. Esimda qolmabdi. San'atkorning jahli chiqdi. Endi J'ga keldingizmi? Barjom deganda yoziladi. Kechagi barjom og'zi ochiq qolibdi. Gazi chiqqandan keyin bir pulga qimmat. Siz ham dunyoga kelib kulturniy bo'lsangiz-chi, burningiz teriladi. Arting ta'bir joiz ko'rilsa. San'atkor o'rnidan turib, yotoqqa kirib ketdi. Yotasizmi? Dedi xizmatchi narigi uyda. Nima edi? J'ning kattasini ko'rsatib bermadingiz. Ertaga domla so'raydigan edilar. Qanaqa yoziladi? Kichigini yozib qattiqroq o'qing. San'atkor yechinib ko'rpaga kirdi. Xizmatchi chiroqni o'chirib chiqdi. San'atkor ko'zini yumdi. Ko'zga g'ira-shira qorong'u zaldagi son sanoqsiz kallalar ko'rildi. Bular ichida eng kattasi traktorchining kallasi. U iljayar edi. Afting qursin, dedi san'atkor va narigi yonboshiga ag'darildi. Hayal o'tmay uyquga ketib xurrak otdi. Uning xurragi ham nechukdir adabiyroq edi.